Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Bugungi videomizda 3 ta mazali, ajoyib o'zimga yoqadigan, mayonezsiz, foydali bo'lgan salatlarni tavsiya qilaman. Birinchi salatimizni boshlaymiz. Mana masalliqlarimizni hammasini to'g'rab tayyorlab oldim. Albatta video so'ngida hamma nima ketishini, mahsulotlarni yozib qoldiraman. Mana shu to'g'ragan narsalarimizni sekin idishga solamiz to'g'richiga. Yengi chiqqan karamdan mayda qilib to'g'radim, soldim. Ukropni barg qismini to'g'rab soldim yirikroq. Mana tuz sepdim. Ozgina olivka yog' soldim, ya'ni zaytun yog'i va aralashtiraman va ozginaga qoldiraman. Karam ozgina yumshashi kerak bo'ladi. Tuz albatta karamni yumshatadi. Ozgina qoldiramiz. Keyingi mahsulotlarimizni keyin solamiz. 10 daqiqa qoldiramiz. Mana orada 10 daqiqa o'tdi. Mazali, vitaminlarga boy bo'lgan pomidor va bodring solamiz. Bodringni ko'rganingizda shunaqa to'g'radim pomidor bilan. Bodringni postini artsanglar ham bo'ladi, artmasanglar ham bo'ladi. Qaynatilgan go'sht soldim va konservadan jo'xori donachalardan soldim. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali. Ayniqsa o'zini sog'lig'iga yaxshi ahamiyat beradigan insonlar uchun juda ham foydali bo'lgan salatlardan tavsiya qilaman. Aralashtiramiz. Mana idishimga sig'magan edi, laganga olib yaxshilab aralashtirdim. Aralashtirgandan keyin bilasizlar, mazasi bir-biriga o'tishi kerak. 2-3 daqiqa, uzoq 10 daqiqadan keyin yeyishimiz mumkin. Marhamat qizlar, joylar tayyorlab ko'ringlar. Bu salatlar 40 yoshdan oshganimizdan keyin bu sabzavotlar juda ham tanamizga kerak. Albatta, yoshli paytda ham kerak, 40 yoshdan keyin yana ham ko'proq kerak. Nima ketishini albatta video oxirida ham yozib qoldiraman. Ruschasini ham yozib qoldirdim. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham sizlarga yoqadi. Iloj bo'lsa, har bitta ovqatingizdan oldin ovqatimizni, taomimizni kamroq, salatlarni ko'proq hajmda yesak, unaqa hayotimiz davomida kam kasal bo'lamiz. Allohning izni bilan albatta. Ko'p shunaqa sabzavotlarga boy bo'lgan mayonezsiz salatlardan yeyishni tavsiya qilaman. O'zim ham hayotim davomida shunga harakat qilaman inshaalloh. Qon bosimi yuqori yuradigan insonlar, juda ham qon bosimligi past, o'rtacha yurishini davom etadi shunaqa salatlar yeysa, shakar, qand kasalligi bo'lmaydi. Tanamizda qo'shimcha, ya'ni vazn ko'payishi kuzatilmaydi. Vazni ko'p insonlarda vazn yo'qotilishi kuzatiladi. Shu salatlardan iste'mol qilib tursak. Ana endi bismillah deb yana ikkinchi salatimizni boshlaymiz. Bu salatimiz ham juda ham mazali, inson tanasiga yoqadigan, har kuni bo'lsa har kuni yeyishga maza qilib yeydigan salatlardan biri. Tavsiya qilaman. Mana ko'katlarning barg qismini to'g'rab soldim. Ukrop bilan kashnish soldim. Pomidor soldim. Bodring soldim. Sarimsoq piyoz soldim. Mana yengi kelgan qatiqdan soldim. Albatta biz yoz oylarida bunaqa qatiqli salatlar ko'p yeymiz. Men tavsiya qilaman. Faqat yoz oyida emas, qish, kuz, har faslda shu taomlardan, ya'ni taomlarga qo'shib shu salatdan iste'mol qilib turishingizni juda ham maslahat beraman. Mana qaynagan go'sht suvidan soldim. Ozgina limon suvidan soldim va tabga ko'ra tuz solamiz. Albatta sekin aralashtiramiz va 10 daqiqa, 15 daqiqa qoldiramiz. Salatimiz tezda tayyor bo'ladi. Albatta aziz obunachalarim, qalbi go'zallarim, sizlarga nima o'zim hayotimda iste'mol qilsam, shuni tavsiya qilaman. Albatta har doim har taomingizda salat yeyishga harakat qilinglar. Iloji boricha xamirli mahsulotlar, shirinliklarni kamroq yeyishga harakat qilamiz. Ko'proq taomlarimizni hajmiga, ya'ni kaloriyasiga qarab ovqatlarni iste'mol qilsak, inshaalloh kasalxonaga, doktorlarga ishimiz kamroq tushadi. Ibodatlarimizga, ya'ni boshqa ishlarimizda quvvatlarimiz yetarli darajada bo'lib, energiyaga boy bo'lib beramiz. Mana chiroyli qilib idishlarga solib dasturxonga tortamiz. Men bu salatni mana shunaqa turk pilavi pishirgan edim. Shu bilan dasturxonga tortdim. Inshaalloh kanalimga bu pilav retseptini joylab qo'yaman. Albatta mana shunaqa pilavlar yonida qaynatilgan tuxum, tovuq go'shti, qaynatilgan go'sht bilan iste'mol qilaman. Ko'proq kaloriyasi ko'p bo'lmagan taomli yeyishga harakat qilaman. Inshaalloh sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham bir-biriga mos tushadi bu taomlar, bu salatlar. Sizlarga bu videolarim, tavsiyalarim yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va yoqdi degan belgini bosib qo'yishni tavsiya qilaman. Bismillah deb endi 3-salatimizga o'tamiz. Mayonezsiz bo'lgan salat. Albatta bu mahsulotlarni ham qancha ketishini albatta video so'ngida va opisiyaniyada yozib qoldiraman. Kommentariyada ham yozib qoldirishim mumkin. Sizlar tayyorlab ko'ringlar.
sizlar qanchalik salatlarni ko'p iste'mol qilasizlar, sog'lig'ingizga qanchalik ahamiyat berasizlar, shu haqida ham menga qiziq. Qaysi shahardan kuzatasizlar, shularni ham menga yozib qoldiringlar. Albatta, agar kanalim, retseptlarim, tavsiyalarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, yaqinlaringizga, tanishlarga kanalim ulashsanglar juda ham xursand bo'laman. Ko'rganinglardek pomidor bodringni shunaqa holatda kattaroq qilib to'rab oldik. Ana endi svetofor bolgarskiylar deyishadi. Qizil, yashil, sariq, shulardan mana o'zini yesangiz ham juda ham mazali, shiringina shu bolgarskiylardan yarim-yarimdan to'radim, maydaroq qilib, xushxo'rgina bo'ladi o'zi. Ko'ryapsizlar, yuqaligini ko'rsatyapman. Buni ham solamiz idishimizga. Yangi chiqqan karamdan bo'lmasa oddiy qishi karam ham bo'ladi. Mayda qilib to'raversak, ozgina tuz bilan tuz sepib maydalab qo'ysak, ya'ni demoqchi bo'laman, karam yumshaydi. Tuz bilan ozgina boshqa idishda qoldirsak, xohlasanglar menga o'xshab salatga ham sovurishingiz mumkin, lekin salat ozgina bir 20 daqiqa qoladi karam yumshashi uchun. Tayyor bo'lgandan keyin mana ukrop bilan kashnichni faqat barg qismini katta-katta to'radim. Sarimsoq piyozni mayda qilib to'radim. Albatta, yuqori vazni bor, vazni oshchalar ko'proq salatlarga yashil rangdagi sabzavotlarni qo'shish kerak bo'ladi. Rukola bor, ko'k piyoz bor, kashnich, ukrop, yana salat bargi, iceberg karami, shulardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Salatimni kattaroq idishga olib o'tdim. Tabga ko'ra tuz soldim, zaytun yog'idan soldim. Albatta, zaytun yog'i ham juda ham foydali. O'simlik yog' hisoblanadi. Zaytun yog'ini ham ko'p-ko'p ovqatlarga solib bo'lsa ham, salatlarga solib bo'lsa ham iste'mol qilishingizni tavsiya qilaman, aziz qizlarjonlarim. Mana sizlarga 3 ta foydali salat tavsiya qildim. Mayonezli salatdan ko'ra mana shunaqa foydali bo'lgan salatlarni ko'p-ko'p tayyorlab hayotingiz davomida iste'mol qilasiz deb umid qilaman. Quvvati, ilm va ibodatga bo'lsin.